Futbolda ba'zi shunchalik katta hisoblar bo'ladiki, ular tarixga vahshiy g'alabalar sifatida kiradi. Bu o'yinlarda nafaqat natija, balki orqasidagi sabablar, voqealar, rekordlar ham futbol tarixida iz qoldirgan. Bugun siz bilan futbol tarixidagi eng yirik, eng shov-shuvli va eng esda qoladigan 5 ta g'alabani ko'rib chiqamiz. Oxirigacha ko'ring, chunki birinchi o'rindagi natija futbol tarixida hech qachon takrorlanmagan rekorddir. 2023-yil Premier Liga Liverpool Manchester United 2023-yil 5-mart kuni Angliya futbol tarixidagi eng yirik klassik hisoblardan biriga aylandi. Jurgen Klopp shogirdlari Erik ten Hag boshchiligidagi Manchester Unitedni 7-0 hisobdan olib o'tishdi. Bu United uchun 1950-yillardan beri eng yirik mag'lubiyat bo'ldi. Liverpool uchun gol mualliflari Gakpo, Nunes, Salah va Firmino. Salah o'sha o'yinda klub tarixidagi eng ko'p gol uruvchi futbolchi sifatida rekord o'rnatdi. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, Liverpool o'yinda 26 marta zarba yo'llagan, United esa faqat 8 marta imkoniyat yarata olgan. Bu g'alaba nafaqat Liverpool tarixiga kirdi, balki Premier Liga tarixiga ham iz qoldirdi. 2001-yil Jahon chempionati saralash bosqichi. Avstraliya Amerikan Samoa. Bu o'yin 2001-yil 11-aprelda Coffs Harbour stadionida bo'lib o'tgan. Avstraliya jamoasi Amerikan Samoani 31-0 hisobdan olib o'tib, FIFA tarixidagi eng yirik hisobda rekordni o'rnatgan. O'sha paytda Amerikan Samoa jamoasi pasport muammolari tufayli asosan 15-16 yoshli o'yinchilardan tuzilgan edi. Avstraliya futbolchisi Archie Thompson o'sha o'yinda 13 ta gol urib, bir futbolchi tomonidan urilgan eng ko'p gol rekordini o'rnatgan. Bu voqea FIFA tarixida hali ham rasman eng katta millatlar o'rtasidagi hisob sifatida qolmoqda. Bu mag'lubiyat keyinchalik ofisiy mintaqasida sistematik islohotlar o'tkazilishiga ham sabab bo'lgan. 2020-yil Chempionlar Ligasi chorak finali Barselona Bavariyaga qarshi. 2020-yil 14-avgust kuni Lissabonda bo'lib o'tgan bu o'yin modern futbol tarixidagi eng katta sharmandali natijalardan biriga aylandi. Bavariya Barsani 8-2 hisobda mag'lub etdi. Thomas Muller, Persi, Gnabry, Kimmich, Lewandowski va Coutinho gollar mualliflari bo'lishdi. Bu o'yin Barsaning Chempionlar Ligasi tarixidagi eng katta mag'lubiyati bo'ldi. Natijadan keyin murabbiy Setien ishdan olindi. Sport direktori Erik Abidal iste'fo berdi va hatto Messining klubdan ketish fikri birinchi marta rasmiy ravishda tarqala boshladi. Bavariya shu yil Chempionlar Ligasini yutib, mavsumni treble bilan yakunlagan edi. Statistika bo'yicha Bavariya o'sha o'yinda 64% to'p nazoratini saqlagan va 26 golga zarba yo'llagan. 2002-yil Madagaskar chempionati AS Adema So'Emorni jamoasiga qarshi. 2002-yil 31-oktyabr kuni Madagaskar chempionatida futbol tarixidagi eng g'ayrioddiy o'yin bo'lib o'tgan. AS Adema jamoasi So'Emorni ustidan 1-9 hisobda g'alaba qozongan. Ammo bu o'yinda barcha gollar o'z darvozasiga qarshi urilgan. So'Emorni jamoasi oldingi o'yinda hakam qaroridan norozi bo'lib, protest sifatida maydonga chiqqan va har daqiqa o'z darvozasiga gol urgan. O'yinning yakuni 1-9 ta gol hisobga olingan. Bu rasmiy futbol tarixidagi eng katta hisob sifatida Guinness rekordlar kitobiga kiritilgan. Bu voqeadan so'ng So'Emorni murabbiy va bir nechta futbolchi futboldan chetlatilgan. Bu natija futbol tarixidagi eng vahshiy hisob deb tan olingan. Bugungi kungacha hech kim takrorlay olmaydigan rekord bo'lib qolmoqda. Mana bu futbol tarixidagi eng yirik 5 g'alaba. Bu o'yinlar orasida rekordlar, tarixiy burilishlar va kuchli his-tuyg'ular yashiringan. Sizningcha bu o'yinlardan qaysi biri eng esda qolarli? Izohlarda yozib qoldiring va video yoqqan bo'lsa like bosib kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.